Yangi O'zbekiston taraqqiyot yo'lida dadil odimlayotgani bugun hech kimga sir emas. Davlatimiz rahbarining odilona siyosati, uzoqni ko'zlagan islohotlari va xalqparvar qarorlari tufayli mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarida yuksalish jarayoni kuzatilmoqda. Bu islohotlarning bosh g'oyasi sifatida inson qadri uchun tamoyili asosida har bir hududning rivojlanish dasturida yaqqol o'z ifodasini topmoqda. Prezidentimizning tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan islohotlarning markazida inson manfaatlari turadi. Shu bois qishloqdan tortib viloyat markazlarigacha, hatto eng chekka hududlargacha bunyodkorlik ruhi kirib bormoqda. Ayniqsa bugungi kunda shaharsozlik siyosati misli ko'rilmagan darajada rivojlanmoqda. Har bir hududning o'ziga xos salohiyati, iqtisodiy imkoniyatlari va ijtimoiy muhitidan kelib chiqib, shaharlarning bosh rejasi qayta ko'rib chiqilmoqda. Bu jarayonda Nurafshon shahri ham alohida o'rin egallaydi. Dasturimiz davomida shahar hududida amalga oshirilayotgan islohotlar, qurib foydalanishga topshirilgan inshootlar, shu bilan birga reja qilingan obyektlar bilan tanishib olasiz. Bugungi kunda Nurafshon shahri yangilanishlar, islohotlar va bunyodkorliklar markaziga aylanmoqda. Soat sayin, kun sayin o'zgarayotgan zamonaviy binolar, obod ko'chalar, istirohat bog'lari shaharga fayz va ko'rk bag'ishlamoqda. Eng quvonarlisi shundaki, aholining keng qatlami uchun juda ham katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Yangi maktablar, sport inshootlari hamda madaniyat va ma'naviyat markazlari qurilmoqda. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, yashil hududlarni kengaytirish borasida juda ham katta islohotlar amalga oshmoqda. Davlatimiz rahbari mahalla tizimiga qaratilayotgan imkoniyatlari, e'tiborlari bugun aynan Nurafshon shahrida ham o'z aksini topmoqda. Nurafshon shahridagi 5 ta mahalla binosini yangitdan foydalanishga topshirilganligi ham aholimizga, qolaversa davlat tashkiloti xodimlariga qaratilayotgan eng katta e'tiborlardan biri hisoblanadi. Nurafshon shahri bugun Toshkent viloyatining ma'muriy markazi sifatida butunlay yangi qiyofada namoyon bo'lmoqda. Shahar aholisi yaxshi biladiki, bu maskanlari yashil hudud va boshqa infratuzilmalar bilan ta'minlangan. Nurafshon shahri viloyat markazi bo'lganligi sababli aholi sonining oshib borishi ham bu tabiiy hol. Aholiga yaxshi shart-sharoitlar, turar joy bilan ta'minlash maqsadida kuni kecha aynan Nurafshon City hududida 3 ta ko'p qavatli binolarni foydalanishga topshirilganligi ham bu islohotlarning bir zamiri hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining uy-joy va ipoteka bozorini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq Yangi O'zbekiston massivida 2 ta 9 qavatli, jami 140 xonadondan iborat uylar foydalanishga topshirildi. Bu turar joylarda 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali va 4 xonali kvartiralar mavjud. Yangi uylar aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish, yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash va Nurafshon shahrining arxitektura qiyofasini yanada chiroyli qilishda muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda.